Hurmatli kuzatuvchilarim, sog'-omonmisizlar? Bugun men sizlarga mikrovolnovkada tayyor bo'ladigan 5 minutda pishib chiqadigan tort qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga 2 ta tuxum, 1 piyola shakar, 1 stakan sut kerak bo'ladi. Albatta xona haroratida bo'lishi kerak. Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtirib, keyin esa 4 qoshiq un soldim, 2 qoshiq kakao va razxetil solib, quyidagi tayyor massani ham yaxshilab aralashtirib oldim, chunki massamiz hech qanday qumoq-qumoq bo'lib qolmasligi kerak. Massani aralashtirganimizdan keyin aytgandek, meni yodimdan ko'tarilibdi. Shu orada yarim stakan o'simlik yog'idan ham solib oldim massamizga. Keyin qarasam massam ozgina masallig'im suyuq holga kelganga o'xshagandi. Yana 2 qoshiq undan solib aralashtirib oldim. Ko'rib turganingizdek massamiz xuddi shunday holatga kelishi kerak. Rangi ham, o'zi ham, suyuqligi ham. Va uyimizda mana shunday idishlardan foydalanamiz. Mana shu idishimizni yaxshilab yog'lab olib, tayyor massamizni unga qo'yib, mikrovolnovkaga 4 minutga pishirishga qo'yib oldim. Mana ko'rib turganingizdek chiroyli bo'lib pishib chiqyapti. Tortimiz tayyor. Mana buni pishgan-pishmaganini tekshirib ham oldim. Albatta pishgan, issiqqina, do'mboqqina, yumshoqqina bo'lib va tortimizga ustiga ganaj tayyorlashga qaror qildim. Buning uchun uyda 2 xil shokolad bor edi. Shu shokoladlardan foydalandim. Biri ozgina achchiqroq va biri Nestle shokoladi. Ikkalasidan ozginadan olib idishga soldim. O'simlik yog'i solib, sut solib, bu masalliqlarni ham mikrovolnovkaga 1 minutga eritishga qo'yib oldim. Qo'yib oldim va albatta mana tayyor bo'ldi. Qarang qanaqa chiroyli massa tayyor bo'ldi. Albatta bu massamizni ganaj sifatida foydalanamiz. Tayyor bo'lgan tortimizni ag'darib, yaxshilab ko'rib olamiz. Hamma joyi pishgan ko'rib turganingizdek va buni o'rtasidan bo'lamiz. 2ga bo'lganimizdan so'ng buni propitka qilib oldim. Sutli shirin sutga shakar solib propitka tayyorlab oldim va albatta uyda kremga masallig'im yo'q ekan, tayyor sgushanka moloko bor ekan, shuni eritib krem o'rnida foydalandim. Siz xohlagan narsangizdan krem o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Va buni yaxshilab surtib olganimizdan so'ng ikkinchi tomonini ham qo'yib olamizda ustidan tayyor bo'lgan ganaj sifatida foydalanishga tayyorlangan issiqqina shokoladimizni qo'yamiz. Bunga hech qanday bezaklar shart emas, chunki o'sha Nestle shokoladning ichidagi ko'rib turganingizdek mana shunday chiroyli mag'iz donachalari juda ham chiroyli bezak berib turibdi. Tortimiz ham tayyor, juda ham yumshoq, mazali, to'yimli tort. Sizlarni ham albatta uyda tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman.